Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Zamin savdo markazida yangi motorollerimiz kelgan. Benzinli hamda tokli bu motorollerimiz haqida qisqacha batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum Jon aka. Assalomu alaykum Hoji Akbarjon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Zamin savdo markaziga xush kelibsiz, xudo xolasa. Mana obunachilarimizga 2026-yilda yangi kelgan, xudo xolasa tandirdan yangi chiqilsa ham bo'ladi. Motorollerlarimiz 1 tonnalari keldi, xudo xolasa sotuvga. Oldi ko'rinishlarni ko'rsatib o'tasiz, orqa tomonlaridan, yon tomonlaridan. Tormoz sistemalari Jitx tormozlar. 1 tonni ko'tarishga mo'ljallangan, 1.80 ga 1.30 bortli bo'lgan 1 tonnali motorollerimiz. Zapaska balonlari bilan 512 oldi-yu orqasi. Eng qizig'i joylari mana tormozlar sistemalari Jitx tormozli qilingan. Audio sistemalari, telefon zaryadligaricha bor. Eng qizig'i joyi NFC kartali, mana bu yoqda o'zini kartalarigacha qo'yilgan. Mana bu qilsangiz avtomatik yo'lmasini o'taydi, mana o'zi ko'rdingizlar, mana kaliti. Bu yerga qo'ysangiz mana avtomatik o'zi o'chadi. Hamda siz mana kalit hisobida qiladigan NFC kartali 1 tonnali motorollerimiz sotuvga keldi. O'zbekcha rejimga o'tkazilgan motorollerimiz mana orqa tomonlaridan ko'rsatib o'tasiz. To'la zaryadda tutsak 100 km masofani bosib o'tadi. Akkumulyatorlari 72 ga 70 akkumulyatorlar qo'yilgan bu motorollerimizda. O'tiradigan joyi 3 ta odam bemalol sig'adi, keng. Mana bu yoqda oldindan ko'rsatib o'tirasiz. Bemalol 2 ta 3 ta odam o'tirib ketish nimasiga ega, keng bo'ladi. Oldi ko'rinishlarini ko'rsatamiz. Oldida o'zini xavfsizlik laboylarigacha qo'yilgan bu yoqda. Mana balonlarni ko'rsatamiz old tomondan. Mana Jitx tormozli 512 o'ta ham full bo'lgan modellarimizdan biri. Endi buni tag qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Hoji Akbarjon yonida o'tasiz, yordamlashib olasiz. Tag qismini ochib ko'rsatamiz. Bu yoqda obunachilarimiz to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishliklari uchun mana bu yerda miya motorlari o'zi zavodskiy pechatlari bilan kelgan. Akkumulyatorlarda ham mana miya motorning bu yog'idan pechatigacha qo'yilgan. Mana o'zining akkumulyatorlari, sertifikat pechatlarigacha bor. Kafolatlarni yozib beriladi. To'rtburchak mana bunaqangi o'zini spesialniy kabellar bilan tortilgan. Tezligi 60 ga chiqadigan modellarimizdan biri. Narxi $1100 Jitx tormoz 2026 versiyasi so'mda bo'ladigan bo'lsa 13.800.000 so'mdan vodiy bo'yicha dastavkasi bilan bu modelimizni yetkazib beramiz mana ko'rinishda. Endi benzinli motorollerimizga taqqoslaydigan bo'lsak, mana oldi ko'rinishlari benzinli ko'rsatib o'tasiz. 2 tonnali samasivalligi. Motor ko'p 200 kubli. 100 kilometrga 6,5 litr rasxod qiladi. Gazini bosib yurganda samasival variantimiz. Mana bu yoqda avarinka rejimlarigacha bor. Mana bu yerda ko'tarilsa o'zini ko'tarib turadigan mana mexanizmga ega ko'rsatib o'tamiz. Orqasiga tekisini qarab qo'yasiz. Antiroq radiatorlar. Bu yoqda ko'tarishni ko'rsatib o'tamiz. Ko'tarishlar tag qismlarigacha aniq ma'lumotga ega bo'lishligiga mijozlarimiz mana bu. Bu o'zini kaskalari bor ekan, orqa balonlari, zapas balonlari tushdi mana xohlasa. Taqir tuqur qilib va xohlasa mana shunaqangi holatda bo'ladi. Endi mana orqa zadniy moslari. Bu yoqda mana o'zini amortizatorlar qo'shimcha prujina bo'ylab keldi. Yangicha ham amortizator, ham prujina resorli bo'lib keldi. Двойной bo'lib keldi hozir modelimiz. Samasival 220 ga 1.40 bort razmeri. Mana bu yerda o'zini birkalarigacha qo'yilgan tagli xavfsizligigacha, mana bu yerda avarinka rejimlarigacha bor. Avarinkasini yoqsangiz mana bunaqangi oldi ko'rinishda avarinkalari ko'tarib turadi. Bu modelimiz benzinli modelimiz bo'lsa, bu modelimiz oddiy prostoy tokli modelimiz. Narxi 30 million so'mdan butun O'zbekiston bo'yicha bu modelimizni, benzinli modelimizni yetkazib beramiz. O'zini zapaskiga balon kaska jiletlarigacha orqasida tushdi, ha, ko'rdingiz? Bu modelimiz ham xuddi shunday. Bunda bor qulayliklar bunda ham bor, faqat bu tokli modelimiz, bu benzinli modelimiz. Kimga nimani xohlasa mijozlarimiz Zamin savdo uz kanalidan chiqsa, yana ham chegirmalarni xudo xolasa qilib beramiz. Rahmat. Ma'lumot uchun